Ay, nimaga sening yeriklaring meni tinmay o'zlari uchun ikkinchi uy qilmoqchi bo'lishadi? Keyin boshqa narsa haqida gaplashamiz. Oshna, sen bu haqida hech qachon gapirmagansan. Yaxshi oshna. Unda eshit, meni yeriklarim seni klonlashtirmoqchi bo'lishyapti. Bu nimani aytadi? Kimdir Mars kelajak ekanligiga ishonadi. Biz nima bilandir o'xshaymiz. Gravitatsiya, suv qanaqa holatdan bo'lishini qat'iy nazar va hatto havo bo'lishiga qaramasdan atmosfera. Menimcha men tushundim. Odamlar sayyorani zeriktiradi, lekin men ular uchun yaxshi variant ekanman. Agar sen rostdan ham yaxshi variant bo'lganingda, ustundagi Astrachelga maxsus uy qurish kerak emasdi. Harorat juda past, havo zaharlangan. Sen hayvonlar va o'simliklar uchun to'g'ri kelmaysan. Qachonlardir terraformirovание haqida gap ketgandi, lekin bu tez orada bo'ladi deb o'ylamayman. Tushunmayman, nimaga ular senda qolishmaydi? O'ylaymanki, ular meni to'g'rilashdan ko'ra seni orzu qilishni yengil ko'rishadi. Voy. Oshna, meni kechir. Bu uzoqqa borib ketdi. Balki kart o'ynashni davom ettirarmiz.